Mamnun kataklarimiz bor. Kimga qiziq bo'lsa, 3 etajlik karmushkasi, suv idishi, bunday go'ng oladiganlari bor. Bemalol tozalashga ham udobniy. Tagi setka. Marbidan tuxum tushadigan joylari bor. Kimga qiziq bo'lsa, tuxum qilishga yaxshi. Joyini kam oladi. Mayda cho'ja 45 ta sig'adi. Kattalari 8 tadan sig'adi. Katta tavuqlar. Mana bular nasib bo'lsa 110 kunlik bo'lgan. Hozir biz 6 tadan qo'ygan. Kimga qiziq bo'lsa, kataklar ham bor. Mana bunaqa 2 etajlik bor. Mana bunaqa brudercha bor. Bu bruderimiz hammasiga lampochka bo'ladi. Cho'ja mana bu eshiklari 3 etajli, uchoviga ham lampochkasi bor. Svetlari montaj qilib beramiz. Hammasi. Bu yerda 30 ta cho'jaga moslashgan 90 ta sig'adi. Bu yerda 60 ta sig'adi 2 etajlikka. Mana bu yerda katta tavuqlar 24 ta sig'adi. Kichiklari bo'lsa cho'jalar 45 ta sig'adi bemalol. Boqsa bo'ladi. Sharoitga yaxshi, sasimaydi. Boqishga udobniy. Qiynalmaysizlar.